Salom sizlarga, men Kompot. Bugun videomizda hardcore'da Java versiyada hardcore'da 100 ga yashab qolishga harakat qilamiz. Qanunda go. Hop. FPS вообще. Hop. Valla birinchi o'rinda voy qo'y o'ldiramiz degan. What? Ne? What? Ne? Oy Temir! Vallahi vahşi boshida vaqt temir topdim. Hardcore'da 3 ga yashab qolamiz vallahi. Qo'y o'ldirishdan oldin daraxt chopib olaymikan? Yo'qolaysan. Daraxt chopib kelaman. Ve toshimni kovlayman. Temirimni ham kovlayman. Mana kekras daraxt bor ekan yon atrofda. Hop. Valla men modsiz o'ynayapman. Hop, yana daraxt chopamiz. FPS necha? 27. What the fuck? Qizib ketdi-da. Hop, menimcha 5 ta yetadi. Valla bu videoda hardcore'da 100 ga yashab qolamiz. Menimcha boshida aytdim bu gapni. Hop, verstaga yasab olamiz. What? Mana ko'rinmay qaysini bosar ekan? Ha, mana bu. Hop, back. Bum. Bo'ldi, yetadi. Buni bunday qilib qo'yaylik-da. Hop, endi ichini ochamiz. Xuddi shu paytda men sizlarga bitta kanalda maslahat beraman. Bu kanalda faqat shortslar qo'yiladi. Hop, Barcelona Yamal. Hop, buni yozsalaring chiqmaydi. Mana bu yerda on studio deb yozasizlar. Короче, bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar yoshi to'verga. Hop, qanunda videoga o'tamiz. Bo'ldi. Hop, yana back bo'ldi. Bitta kirdi xolos. Hop, versiya sindirib olamiz. Men ana bu yerda temir ko'rgan edim. Temirimni qo'ylab kelaman. Men buni tashaveraman. Hop. Menimcha mana shu yerda edi. Hop, yana 3 ta tosh kovlab olayda. Tosh missiyasi bajarildimi? Yes. Hop, tosh kirka yasab olaman. Bo'ldi. What? Bu. Hoppa. Endi tosh yangilanishi. Toshli narsalarga kuchayish degan yozuv chiqdi. Hop, temirlarimni kovlab olaman. Bitta xolos, ikkita ekan. 3 ta ekan. Yaxshi, ko'mirram kovlab olaman. Hop, kovlab. Vallahi короче, endi narsalarni kovlab oldim. Endi tosh kovlab, pechka yasab, o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni yasab olaman. Hop. 16 ta, 19 ta tosh kovlab olaman. Yaxshi. Chunki men taporim toshdan bo'lib turadi. Bolalar ja unchalik ko'p emasda temirim. Hop. Mendemide craft'ı. Hop, back bo'ldi. Cho'pak qo'ymab bani. Hoppa. Tapor. Endi backpack. Endi pechka yasaymiz. Jaddi parode. Yaxshi, o'tirib ikkita yasab olaman. Yaxshi. Endi versiyadan chiqaman. Ikkita pechkamni qo'yaman. Men buni ikkiga bo'lib olaman.
What? Yaxshi. Hop. Buni qo'yaman. Endi buni ham ikkiga bo'lib olamiz. Mana bo'lib oldim. Bga 4tasini qo'yaman. Bu yerga 4tasini qo'yaman. Ungacha men qo'y o'ldirib kelayda. Uxlash uchun. Qo'ylarim qarisizlar, haligina tiqqalanchi bo'lib yotaveringlar-ku. Endi kerakli paytda yo'q qilay. Wow! Tinchmadi desam shu. Hop chiqamiz endi suvdan. Miyaqki, yaxshi o'ldi. Miyaqki, yaxshi yedi. Qani, o'ldirilmasam yeyman. Dedi-da. Bitta bola. O'qotamiz bittasini bola. Bu albatta hazil tariqasida. Hop, menda daraxt bor, yaxshi. Men shu yerda o'zimga baza qilib olaman shu yerda. Hop, taxta oyoq bo'ladi. Hop, Chota bag bo'lyapti. Yaxshi. Oh yes. Bu yerda temirlarim isib bo'pti. Men ovqatimni pishirib olaman. Bu yerda ham pishib bo'pti. Kirkam, kirkay solay oldim. Mana endi bitta qo'ydim. Endi nima qilmoqchi edim? Pechkamni sindirib olmoqchi edim. Buni qo'yamiz inventarga, buni qo'yamiz. Yana bo'ldi. Shuni qo'yish shart emas. Hop, qarachi bola yotog'imning rangini ko'kka ham bo'yab, what the Hop. Haligida ko'rgan temirrim shu yerda ekan-ku. Bu yerda kam emas. Demak, what the hell? Bola, bu yerda nechta temir bor? Bola, shularga chiqsa shu yerda. Hozirda o'zida 15 ta chiqdi. Bitta joydan 17 ta temir. Oh my god! Wow! Qorong'i tushdimi o'zi? Tushdi. Tepamni yopib qo'yishim kerak. Fakelim qani meni? Men ham uxlash bilmayman. Yorqam tushdi deb boshlasam. Vallahi hozircha bu yerda o'tirishimiz kerak. Pechkada temirni isitib, chunki men hozir chiqsam, skeletlar kuyib yonib yurgan bo'ladi. Meni otib o'ldirishi mumkin. Zombilar ham bor bo'ladi. Bu yerga 12 ta temir. Hop. Nikakta. What? Hop, yaxshi. Bola pachti hamma temirim isib bo'lyapti. Hop, bu 7 tani olib qo'yaman, bu 8 tani ham olib qo'yaman. Hop, tez isisa men o'zimga paqir yasayman, yana shit yasayman, yana ortganiga bronyalar yasayman. Hop. Meni qornim ochib qoldi, shuning uchun ovqatimni yeb olaman. Hop, yana bitta qoldi. Bo'ldi, sindirib bersak bo'laveradi. Sharmanda.
Qanday? Sindirgan yeri bu. Vobshe tez eridi endi. Haligina sekin bo'ldi bolalar. Bo'ldi, avvalay buni. Bo'ldi. Inventorga solib qo'yaman. Oldin narsalarimni yasab olay. Xo'p, paqir. Mana. Olaman paqir. Endi sheetni keyin yasayman. Xo'p, ishton yasab olaman endi. Teskari-ku. Yo, ishton emas, broniya. Hop. Bo'ldi, mana broniya. Hop, endi 5 tadan shapka. 2 ta ortib qoldi. Nima qilishni bilmayman, 2 taga. Paqir nimaga tashlab yuboryapman? Bo'ldi, endi tepaga chiqaman. Bitta tosh ko'rib olay, 2 ta tosh ko'rib oldim. Chunki bitta tosh yetmas edi. Hop, endi tepaga chiqib ketaman. Necha kun yashadim? Bir kun yashapman. Qo'y. O'ldirishim kerak. Mana senga. Sen ham bu yerga kel. Mana senga. Oppa. Sen ham bu yerga kel. Menga seni go'shing kerak bo'ladi. Sen ham Hop, sen ham. Hop. Sigir. Mana. Kon bor-ku bu yerda. Nikakda tushib ko'ra. Konga ozgina biroz daraxt. Vatta. Men nimaga hozir eshitdim? Fakel ko'tarib yurib. To'xta, bu yerga kel. Ko'zini yumib qarayaptim menga. Valloh hop. Sen. Nima, menda teri kammidi? Hop. Bu yerdan daraxt chopib olaman birozgina. Necha kun yashadim? 1 kun yashadim. Hop, full broniya bo'lib chiqish uchun konga tushib chiqaman. Enderman ko'ziga qaramaslik kerak. Bir urganda 4 jondan oladi. Hop, yes. Ko'mirimni inventarimga solib qo'yaman. Enderman menimcha hali ham turgan. Voy! Yerga qarab yurishim kerak. Bu yerda normalnicha temir bor ekan. Yaxshi. Yana bor. Bularni olib oldim. Bu ishtonimga yetadigan temir. Hop. Короче, bolalar, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlar bilan men o'sha kompot bo'ldim. Men videoni to'xtatmoqchiman. Hozir band bo'lib qoldim. Ikkinchi qismini hop 50 ta like va 2 ta prosmotrdan keyin qo'yaman. Bidish.